Kecha bitta patsientimiz kelib, 8 yil oldin kelganman sizga Nodir opa, nimaga 8 yil kelmadingiz, nimaga yo'g'ib ketdingiz desam, 8 yil oldin ularga bitta zo'r retsept bergan ekanman qizlar, o'shani eslatib yubordilar. Va как раз menga bugun mana shu сообщение keldi. Mana qoldiribman sizlarga, muammolarimni ko'ryapsizlar, o'qib chiqinglar. Butun muammolarni hal qiladigan narsa o'rgating deganlar. Kechagi patsientimni o'sha menga eslatgan maskasi esimga tushib ketdi. Demak, sizlar ham bu maskani qilsanglar, 8 yilda bir kelar ekansizlar kosmetologga yoki umuman kelmaysizlar. Значит, sizlarga nima kerak bo'ladi buning uchun? Yantarная kislota. Mana rasmini qoldiribman. Oddiy tabletka aptekada bor. Yantarная kislota bu eng zo'r narsa. Bizani ukollarimizga, mezoterapiyalarimizga qo'shiladigan ingredient bu va buni tabletkasi ham bor. Demak, bitta tabletkani ochib, bitta idishda ustiga jajaba yog'i yoki vitamin yog'idan solib, oldin maydalab olasizlar tabletkani. Uni ustiga yog', vitamin E, jajaba yog'ini solib, ozgina bir 5 daqiqa qo'yasizlar. U erib birikishi kerak. Aralashtirib olasizlar-da, keyin bu yoqda glina, belaya glina, голубая glina farqi yo'q. Glinaga, 2 choy qoshiq glinaga bu tayyor o'sha yantarniy kislota, yog'li yantarniy kislotani solasizlar. Uni ustiga agar yuzinglarni oqartirmoqchi bo'lsanglar, bitta askorbinka tabletkasini ham maydalab sovoringlar. Uni ichiga birikishi uchun, aralashishi uchun ozgina qaynab sovigan suv solasizlar. Yaxshilab biriktirib borasizlar va yuzingizga maska qilib surib qo'yasizlar. Endi yuzingizda dog' yo'q, uglidan qolgan izi yo'q, lekin yuzinglar quruq, ajinlari ko'p. Unda nima qilish kerak? Unda ko'proq jajaba yog'i va vitamin yog'idan solasizlar. Ya'ni har bittasidan yarim choy qoshiqdan solasizlar. Ko'z atrofidagi ajinlar bormi? Yuzdagi quruqlik, yuzdagi osilish, mayda ajinlar, so'lg'inlik, xiralik hammasi ocharadi. Bittada effektini sezasizlar qizlar. Haqiqatda ishoninglar, bu zo'r narsa. Buni hali bilmadim endi, kimdir gapirgan, gapirmagan bilmayman, no kecha o'sha patsientim esimga tushirdilar. 8 yildan beri mana shu maskani ishlatar ekanlar shu patsientim. Tasavvur qilinglar, yoshlari 48 yoshda, demak 40 yoshda kelgan ekanlar. 48 yoshda yuzlarida unaqa katta muammo yo'q. Bitta chiska qildirishga kelibdilar. Yuzlari oppoq, silliq, namlangan, ajinlari yo'q. Hattoki men ularga hech qanaqa vitamin ukol tavsiya qilmadim. Bitta chiska qildirib ketdilar. Demak, sizlarda ham bor imkoniyat, o'rtoqlar, arzon, qimmatmas, aptechniy mahsulotlardan yosharib o'zingizga uhud qilib yursanglar bo'ladi. Haftada 2 yoki 3 marta qilsa bo'ladi buni. Maskani 15 minutga qo'yasizlar, yuvib tashlagandan keyin nochnoy krem, sivorotka yoki ta'sirchanroq bo'lsa yuzinglar, Bipanten yoki bizni Dermaherb majmuasini surib qo'ysanglar, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Har doim go'zal bo'lib, chiroyli bo'lib yuringlar. Bu narsada sizga yordam berishdan hech qachon charchamanglar. Sog' bo'linglar.